Mesela hem de hazırsıyla qo'ldan kelgan ishni qilishni tavsiya qildi hamda. Hem şu cihat doldurduk, şu niyet bilan qilsa. Hamda hazırlık biz chet elda Avrupadagilar mesela bolalarni fan texnika sohasida Turkiyadagini yaxshiroq o'qita olishi mumkin. Türkiye'dekilerime şundak yani Türkiye'de mesela dini sahası olsun, fan texnika sahası olsun, raqamdaq sahada o'qishga sharoit bor, o'qitishga sharoit bor. Lekin sharoit biraz zor hem demeydi, qiyin. Bunun için ata-onalarımız jafo tortyapti. Bir ata-ona mesela şu balasını o'qitish jarayonida şu balani mesela maktabga aytganda mening balam yaxshi o'qib yaxshi natijaga erishib bir kasb qilib shuni inshaalloh Xitoyga qarshi til qilib ishlatilgan yoki shu fan texnika sohasidan binas o'rganib qarshi ishlatilgan mushundoq adam bo'lsin degan niyatda o'qisak şu bolalarni biz Alloh yo'lidagi jihad qilayotganniki yoki shu jihatga tayyorlik qilishninki bir amili sifatida harakat qilganlikninki jumlasiga kiramtimiz buni sizga ochiqlab bersin. Elbette kirimiz. Yani bir yerde ben şu bazı öydüm mesela hatta ballarımı değmem de o balının düşünüşü qanday bo'lishdan qat'iy nazar. Yani bir insanın bir balının ki o'qishi hozir jiq insonlar nima qanday tushuncha bor desa balam yaxshi yerda o'qib, yaxshi yerda ishlasa, yaxshi pul tepib, yaxshi yashsa, men qijlanganda qijilib qolmasa degan ideya ko'p ota-onalarningki kallasini shu qo'rishib hozir. Qo'rishib olgan. Vatandagi kalla bilan. Ay shu kalla bilan men o'qimaganlik uchun manda qijlandim. Mening balam yaxshi o'qisa, yaxshi o'qigandan yaxshi xizmatga erishsa, yaxshi yeysa, yaxshi kiysa, yaxshi issa, mendan rahat yashsa. Yani bu mushunda g'oya bilan shakllanib qolsak biz hayvonmi yashaydi hamda. To'g'ri. Hayvonmi yeydi, ichidi, yashaydi. Onundan nurg'un tarafdan chiq farqimiz yo'qdek ko'rinib qolamiz hamda, bo'lib qolamiz. Shuning uchun har qanday vaqtda ota-ona bolalarga masalan Robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun va ja'alna lil muttaqina imama masalan. Bu ayet Allah subhanahu va taala bizga o'rgatyapti. Nima deb duo qilishni. Ya Allah bolalarimiz bizni xursand qiladigan yaxshi bolalarimizni chiqarib asla bizning pushtimizdan. Bu bolalarimizni muttaqilarga yetakchi bo'la oladigan qilslar deb duo qilishni Allah bizga o'rgatyapti. Tabii bu duadan biz bolalarımızın yaxshi yashashi dunyodagi bütün insanlar biz har qancha qilsak balkim Xitoyning bolalaridek yoki Yevropalik boshqa insonlarning bolalaridek yaxshi pul topib yashayolmasligi mumkin bolalarimiz. Xo'sh. Yashayolmasligi mumkin. Hayotdagi g'oya bu bo'lib qolsa bu naqadar puchaklik ham bu. Nəhayət puchaklik bu. Biz chuqum Allohdan mayli duo qilib tilganda bo'lsin. Bolalarımızga tarbiya qilganda bo'lsin. Niyetimizde olsun. Chuqum ma balam yaxshi o'qib, yaxshi adam bo'lsa birinchi bo'lib. O'zining kimligini, nadin chiqqanligini, vatanini tunaydigan, vatanning besverilgan zamin ekanligini tunaydigan, vaqti kelsa shu vatani uchun, shu yerda qarindoshlar uchun, shu yerdagi musulmonlar uchun qurbon bera oladigan adam bo'lsin degan niyat bilan tarbiyalashimiz lozim biz bolalarimizni. Bu shunday niyat bo'lsa, chuqum biz Elik ayalının gibi baş dedim ben, elik ayal balamni men şehit bulaş üçün tayyorlagan şehit bo'ldi. Qolganlarimiz, qolgan bolalarimiz şehit bulashqa tayyor, ularning şehit bo'lishini men Allohdan talab qilaman, da'vat qilaman. Yani mush niyat bilan bizning bolalarimiz nada bo'lsa, o'qisa, mush tarbiyani har doim qilib turish lozim unda. Mush niyat bilan biz bolalarimiz ashunda dushman qarshi tura oladigan ruhliq, jonliq, iymonliq, axloqliq yaramlık adam bo'lsa, o dünyanın işi yani kilidem. Dünyadaki yaşaş hemisi yaramlık adam bo'lsa, çokum yaramlık adamninki dünyada xarob qolgani yo'q. Dünyada xarob olmaydi da insan. Şunun için aslında yaramlık adam bo'lishqa biz terbiyemiz orqali, niyetimiz orqali, dualarımız orqali çoğu desa, her daim tirishchilik qilish kerak. Aslında qilgan vaqtda biz Aş ve a'iddu lahum mastata'tum min quwwa degan oyatga tushimiz. Aş min quwwaning qat'iga ichiga cho'qim
şu yaxshi o'zining kimligini tunigan avlodni kirdoshini qildigan. Şu alimlerimiz min quvva deb nakira keltirdi bu yerda deydi. Nakira iliflamsiz, tunussiz keltirdi bu so'zni nima uchun desa, bütün kuch-quvvatni o'z ichiga olish uchun deydi. Minal quvva desa mumkin bir adam chiqib, ya bu faqat qurol yaroq degan bo'ldi bu deb qo'pishi mumkindi. Yoki faqat adam deb qo'pishi mumkindi. Yaramliq adam deb. Bu shunda xalqlar buni har xil narsaga mushulam deb turolmasin deb Allah subhanahu wa ta'ala mush ayet şu desa, bu kuch-quvvatning hammasi mushunga kirdi. Yani siz düşman qarshi turishda qandaq tayyorlik qilsangiz qiling. Nimaga kuchingiz yetsa, shu tayyorlikni qiling deganligi buning avlod tarbiyalash mushunga qatoriga kirdi. Mücahitlarni tarbiyalash mushunga qatoriga kirdi. Iqtisodda pish mushunga qatoriga kirdi. Qurol yaroq ishlatishni o'rganish mushunga qatoriga kirdi. Badan chaniqtirish mushunga qatoriga kirdi. Hamma ish kirdi. Mush umumlikni saqlashimiz va mush asosda harakat qilishimiz lozim. Bu yerda niyatniki muhimligi qayta-qayta ta'kidlanadi. Albatta, albatta. Bu shuna qilganda biz yana haqiqiy muhojirlik sifatimizda yashagan bo'lamiz. Albatta, albatta.